Aybdorlik mavzusida gaplashamiz. Siz bilan oliy ma'lumotli psixolog Zamira Abdurazzoqovna. Kim aybdor? Biz juda ham ko'p hayotimizda aybdorlarni qidiramiz. Aslida nega insonlar sizni ayblashadi? Aslida nima uchun odamlarning nazarida siz yaxshi inson emassiz? Nimaga siz o'zingizni odamlarni oldida yaxshi tutishga harakat qilasiz-u, lekin odamlar baribir sizni ayblashyapti. Bu yerda siz qayerda hozir noto'g'ri harakat qilyapsiz? Mana shuni ildizini topib olishingiz kerak bo'ladi. Biling, bizni hayotimizda bo'layotgan, insonlar bilan bo'layotgan har bitta vaziyatimiz bu bizni ichimizdagi holat bilan teng, ya'ni o'xshash bo'ladi. Agar sizni ichingizda yashayotgan bo'lsa, bu narsalarni atrofingizdagi odamlar yaqqol ko'rsatib beradi. Va shu paytda siz o'zimni tanqid qilganim uchun bu odamlar meni ayblayapti deb emas, shuncha yaxshi inson bo'lsam ham baribir meni yaxshiligimni bu odamlar bilmaydi deb ularni tanqid qilishni boshlaysiz. Diqqatni o'zingizga qarating va o'zingizni nimada ayblayapsiz? Qachon siz o'zingizni aybladingiz? Qaysi qismingizni qabul qila olmayapsiz? Ana o'sha qismingizni qabul qiling, seving. Men o'zimni qanday bo'lsam shundayligimcha yaxshi ko'raman deng va o'zingizni boringizcha minnatdor bo'ling. Shundagina odamlar ham sizni kamchiligingiz bilan, xatolaringiz bilan hurmat qilishni, sevishni boshlaydi. Ular sizni tanqid qilishmaydi.